Shimoliy Amerikada 23-jahon chempionati uchrashuvlari qizg'in pallaga kiryapti. Hali ikkinchi tur davom etmoqda va favoritlar haqida gapirishga erta. Biroq o'yin jihatdan kuchli jamoalar ajralishni boshladi. Ispaniya birinchi turdagi sensatsion durangdan keyin ikkinchi turda Saudiyani osongina yengdi. O'yin taqdiri 14 daqiqa ichida hal bo'ldi. Oldingi mundialni maktabda tomosha qilgan Yamal gol urishni boshladi. Cabo Verde esa Urugvaydan ham ochko oldi. Bu mundial qariya darvozabonlar chempionati bo'lyapti. Yana bir qariya qahramon paydo bo'ldi. Turkiya guruhda qolib ketadigan bo'ldi. Kurd yigit Germaniyani qutqardi. O'zbekiston bilan o'yindan avval Portugaliya atrofida mojaro avj oldi. Ko'rib turganingizdek, jahon chempionati haqida gaplashadigan gaplar to'planib qoldi. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos unga like bosing. Shunda YouTube rolikni ko'proq foydalanuvchilarga tavsiya qiladi. Men jahon chempionatining asosiy favoriti Ispaniya deyishda davom etaman. Cabo Verde'ga qarshi o'yindan keyin ham bu fikrim o'zgarmagandi. Axir ispanlar amaldagi Yevropa chempioni. Bunaqa statusdagi jamoa mundialning har qanaqasiga favoriti bo'ladi. Zamonamizning Vicente del Bosque'si bo'layotgan Luis de la Fuente bir necha yillardan buyon o'z uslubidan dominant futbol ko'rsatishdan chekinmayapti. Yevroda bir guruh maktab bolalarini maydonga tushirgan murabbiy Kimsan Fransiya bilan o'yinda ham shunaqa o'ynagan. Benazir ispan futbolining to'pni saqlab turish, tinimsiz kombinatsion o'yin ko'rsatishdek mardonavor an'analarni davom ettirayotgan murabbiy dunyodagi brend coachlar qatoriga kirmas, lekin futbol nuqtai nazaridan u eng yaxshilardan ekanini isbotlashda davom etyapti. Ispaniya Cabo Verde bilan ham to'liq dominantlik qilgan, lekin gol ura olmagandi. Saudiya bilan ham shunday o'yin ko'rsatdi. Ispanlarda o'yin o'xshamasa, boshqa uslubga o'tish degan tushunchaning o'zi yo'q. Ular istagan raqibni o'z uslublariga moslashtirishadi. Uslub o'zgarmadi, lekin murabbiy barcha chiziqlarda o'zgarishlar qildi. Hujumning ikki qanotini ham o'zgartirdi. Oyarzabal o'z o'rnida qoldi. Qanotlarda vaziyatlar kushandasi Ferran Torres va nega hujumda o'ynaganini hech kim tushunmagan Gavi o'rniga Yamal hamda agressiv Alex Baena tushdi. Yarim himoyada ham Fabian Ruiz o'rnini Dani Olmo egalladi. Qanot himoyasida Llorentini Pedro Porro almashtirdi. O'zgarishlar foyda berdi. Hujumda samaraliroq o'ynagan ispanlar 15 daqiqa ichida 3 ta gol urib o'yinni hal qilishdi. Yamal mundiallardagi ilk golni urdi. Unga Oyarzabal assist berdi va keyin o'zi ham 2 ta gol urdi. Ikkinchi bo'lim oldidan murabbiy Yamal va Oyarzabalni keyingi o'yinga asrab zaxiraga oldi. Axir Urugvayni yengib birinchi o'rinni olmasa, Ispaniya keyingi bosqichda Argentina bilan ham tushib qolishi mumkin. Ikkinchi bo'limda ispanlar bittagina gol urishdi. Kukurelyaning zarbasi raqibga tegib avtogolga aylandi. Shu o'rinda Real prezidenti Florentino Perezga qoyil qolganimni aytib ketmasam bo'lmaydi. Ispaniya mundialga Realdan birorta futbolchi olib ketmagandi, lekin ikkinchi turga kelib Real futbolchisining zarbasidan keyin baribir gol bo'ldi. Perez qo'yarga qo'ymay Kukurelyani musobaqa davomida sotib oldi va endi Ispaniyada Real futbolchisi bor. Perez shubhasiz zamonaviy futbolning dahosi, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bu holatga sharhlovchi Hasan Turdaliyev ajoyib ta'rif berdi. Ispaniya Realdan futbolchi olmadi, lekin Real Ispaniyadan futbolchi oldi. Guruhdagi narigi o'yinda Vozinha boshchilik Cabo Verde endi Urugvaydan ochko oldi. Bu gal afrikaliklar 90 daqiqa himoyada turib ochko olishmadi. O'ziga xos quvlashma choqda Kimsan 2 karra jahon chempioni Urugvaydan ochko olishdi 2-2. Oxirgi turda Saudiya va Cabo Verde katta ehtimol play-off yo'llanmasi uchun kurashadi. G guruhi menimcha eng zerikarli guruh bo'lmoqda. Duranglar guruhida Eron bu gal Belgiyaga yutqazmaslikni uddaladi. Beyronvand eng yaxshi futbolchi bo'lgani kim usuli qilganini ko'rsatib turibdi. 3-tur oldidan 2 ochko yomon natija emas, lekin faqat durang o'ynab ham guruhdan chiqish qiyin masala. Esingizda bo'lsa, 2010-yil Yangi Zelandiya guruhdagi 3 o'yinning barchasini durang o'ynab, turnirda yutqazmagan yagona jamoaga aylangandi, lekin baribir guruhda qolib ketgan. O'shanda hatto chempion Ispaniya ham birinchi turda Shveysariyaga yengilgan. Aytgancha, Yangi Zelandiya bu gal ham duranglar guruhida. Biroq okeaniyaliklar guruhning eng quvnoq jamoasi bo'lib turibdi. Videoni tayyorlayotgan vaqtimizda Misr Zelandiyani 3-1 hisobda yengmoqda. Muhammad Saloh bitta gol urib, bitta golli uzatma qayd etdi. Hozircha uning Amerika mundialidagi natijasi 2+2. Birinchi turda Curaçao darvozasiga gol uraverib zerikkan Germaniya ikkinchi turda jiddiy qarshilikka uchradi. Amad Diallo boshchilik Cote d'Ivoire nemislardan ochko olishiga sal qoldi. Birinchi bo'limda Barselona sobiq futbolchisi Frank Kessie
fil suyagi qirg'og'idan kelgan jamoasini oldinga olib chiqdi. Nemislar 1 soat davomida afrikaliklar darvozasiga yo'l topa olmadi. 60-daqiqada turkiyalik kurdlardan bo'lgan Stuttgart hujumchisi Deniz Undav maydonga tushgach, barchasi o'zgardi. 68-daqiqada Undav hisobni tenglashtirdi. Unga afg'onistonlik muhojirlar farzandi bo'lgan Nadim Amiri golli uzatma berdi. 90+4-daqiqada Undav g'alaba golini urdi. Bu g'alabadan keyin nemislar play-off yo'llanmasini naqd qildi. Guruhdagi ikkinchi o'yinda Kurasao Ekvadordan ochko oldi. Bu o'yinda Kurasaoning 37 yoshli posboni Eloy Rom 15 ta seyv qilib qahramon bo'ldi. Bu bir o'yinda qayd etilgan seyvlar soni bo'yicha ham mundiallar rekordi bo'ldi. 40 yoshli Vazinya barcha qari darvozabonlarni ilhomlantirib yuborgan ko'rinadi. Nesterov o'ynayotgan bo'lsa, biz ham olib ketgan bo'lardik. Kechagi kunning oxirgi o'yinda Yaponiya Tunis darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi. Qit'adoshlarimiz guruhdan chiqish masalasini deyarli hal qildi. Yaponlar bilan birinchi turda durang qayd etgan Niderlandiya sardori Virgil van Dijk yaponlarga to'g'ri baho berish kerakligini aytdi. Uning fikricha, osiyoliklar bilan durangdan keyin jamoani jiddiy tanqid qilish to'g'ri emas, chunki Yaponiya jahon darajasidagi jamoa. Van Dijk boshchilik niderlandiyaliklar ikkinchi turda Shvetsiyani 5-1 hisobida yengdi. Shvedlar birinchi turda Tunisni xuddi shunday hisobda yengandi. Bu guruhda Tunisdan boshqa barchada keyingi bosqichga chiqish imkoniyati saqlanib qoldi. Birinchi turda kutilmaganda Marokashni yenga olmagan Braziliya ikkinchi turda Haitini yirik hisobda mag'lub etdi. Mag'ribliklarga qarshi qiyin o'yinda Vinicius Junior chiroyli gol urib Braziliyaga ochko keltirgandi. Ikkinchi o'yinda ham Vini Braziliyaning yangi yetakchisi ekanini isbotladi. Mateus Cunhaning 2 goliga assistentlik qildi, keyin o'zi ham gol urdi. Shaxsiy fikrimcha, Vini hozircha mundialning eng yaxshi futbolchisi bo'lib turibdi. Chunki biror futbolchi 2 o'yinda ham bunday yorqin futbol ko'rsatmadi. Vini eng yaxshi holatida bo'lsa, Rafinyaning jarohat olgani ham, Neymar jahon chempionatiga olib ketilgani ham sezilmaydi. Axir Braziliyani bu futbolchidan maksimal foydalanishni biladigan Carlo Ancelotti boshqarmoqda. Papa Carlo bor ekan, futbolchilar favqulodda xotirjam tortib qolishadi. Chunki maydonda ishlari o'xshamasa, maydon chetidagi bobolari albatta nimadir qilishini bilishadi. Bunday sovuqqon murabbiy bilan Braziliya chinakam qo'rqinchli tus olmoqda. Men Vini va jamoasidan bu mundialda ko'p narsa kutyapman. Portugaliya milliy jamoasi lagerida O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan Dallas seriali boshlandi. Barchasi oddiy bir fake ortidan boshlanib ketdi. Tarmoqda Joao Nevesning dugonasi ekani aytilgan qizning go'yoki muxlis bilan yozishmasi virus kabi tarqaldi. Muxlis unga yigitinga ayt to'pni Ronaldoga oshirsin degan. Qiz esa Ronaldoga ayt u faoliyatini yakunlashi kerak degan go'yoki. Aslida bu yozishma umuman bo'lmagan, shunchaki fake. Lekin ko'pchilik bunga ishonib, Neves va uning dugonasiga hujum qilishga kirishdi. Bu fake ekandan bexabar Ronaldoning xotini Jorginho Rodriguez "Wow, yangi avlod ajoyib" deb munosabat bildirdi. Ronaldoning argentinalik xotini bu posti bilan yong'inga moy sepdi. Endi ko'pchilik bu asli fake ekani bilan qiziqib ham o'tirmay, bechora Nevesga yopishib ketdi. Xullas, dushman lagerida ana shunaqa gaplar. Portugallar xotinlarning dedi-dedisi bilan ovora bo'lib turganda, biz ularni jimgina yutib olishimiz kerak. Bizda hozircha shular. Mundial o'yinlarini biz bilan birga kuzating. Biz o'yinlarni mana shunday erkin formatda sharhlashda davom etamiz. Keyinroq O'zbekiston milliy jamoasi Portugaliya bilan o'yinda nimalarga e'tibor berishi kerakligi haqida video e'lon qilamiz.